Videoni bitta ko'ringlar. Odamlarda insof bormi? Insof bormi? Yo'qmi odamlarda? Bu indikatorni kim yasagan bu indikatorni? Man lekin o'z biladi. Ana 35,000 obunachili kanaldan olganman maqtab, bilet. Nimaga kerakda bu bilet? Qaranglar. Tepada yozib qo'yibdi. Win rate 74%. Jami take profit 74 ta, jami stop loss 26 ta. Men bu indikatorni real bozorda ham test qilganman-da. Вообще qo'yib bo'lib ishlamaganda bilet. Kim asabiga tegyapti bor-ku. Qaranglar. Take profit 1, take profit 2, mana bitta buy tarixdan ko'rsanglar, odamni millioner qilib yuboradi bor-ku. Mana bunga qaranglar, mana bunga qaranglar. Bitta serverda ketdi. Tarixdan qarasanglar, вообще mazza shikoladmi? Shikoladmi, bilet. Qaranglar, endi buni real testda ko'ramiz. Sizlarga mana real test. Mana. Real testda ko'ramiz. Asabga tegadi bor-ku, mana shunaqangi tradingga tushunmaydigan, endi kirib kelayotgan odamlar bu indikatorni ko'radi, efariyaga berilib, emotsiyaga berilib, xursand bo'lib, bilet bor pulini tradingga tikib, mana indikator topdim, indikatorga qarab ishlayman deb odam nimalar tashlamaydi, indikatorga ishonib bor-ku. Qaranglar, real bozorda qanaqa ishlaydi. Sekinroq ko'rish uchun 5x 3x qo'yaman. Real bozorda qanaqa ishlaydi, mana ko'rsataman sizlarga. Men o'zi ancha bir oy oldin o'zi test qilganman buni. Просто sizlarga hozir mana o'chib ketdi, ko'rdinglarmi? Mana ko'rdinglarmi? Signal chiqib turib o'chib ketdi. Qanaqa insofsiz odam yaratgan buni? Nima bu? Naf kerak bunaqangi indikator. Odamlarni aldaydigan real bozor, real test mana. Ketyapti mana bitta buy zona chiqdi. Noto'g'ri bo'lsa o'chib qoladi. Qaranglar, ishonmasanglar. Mana bitta server ana yurib bo'lgandan keyin ana o'chib ketdi. O'chib qoldi, o'chib. Bir tiyinga qimmat musor indikatorlarni tashishadi. Odamlarga bir tiyinli foydasi yo'q, faqat zarar bo'lsa zarar. Foydasi yo'q. Menga qaranglar, yana 80% tashladi deyapti. 80%. Bironta signal o'xshagan yo'q. Qanaqasiga 80% bo'lsin. Bayzon. Mana o'chib qoldi, ko'rdinglarmi? O'chib qoldi, hammasi o'chib qoldi. Server. Ana. Hop, mana o'chib qoldi, ko'rdinglarmi? Yo'qda 80% take profit 84 ta take profit uribdi. Mana. Qaranglar. Ay. Stop loss urdi, o'chib qoldi. Ko'rdinglarmi? Bayzon. Abi yo'q edi, keyin yondi, abi yo'q edi. Qaranglar. Yaxshilab qaranglar. Bir tiyinga qimmat musor ekanligini ko'rsatib turibdi mana.
insof bilan indikator yasash kerakda bu. Вообще insof qayerda take profit oldik man tushunmayman. Mana sel berdim. Ana stop loss o'chib qoldi. Ko'rdinglarmi? Lekin win rate bitta 80% da turibdi mana bu yerda. Sel zona. Yana odamlar mana shu indikator tashisa xursand bo'lib maqtab ana yana o'chib qoldi jala. Bironta uchmagan signal ko'rmayapti, yana o'chib qoldi. Odamlar maqtab, kanaliga obuna bo'lib, duo qilib, shu bir tiyinga qimmat indikator tashlagan. Men bilmayman, odamlar tushunish kerak, o'rganish kerakda. Birov tarixda o'qiydigan indikatorni tashisa, u maqtayvermaslik kerakda. Mana signallar bilet birontasi qolmadi, hammasi o'chib ketdi, hammasi. 80% asablar tugaydi borku. Mana hech bir indikatorga ishonmanglar, hech bironta indikatorga ishonmanglar. To'g'risi, men indikatorlarga qarshiman, hammasiga. Bironta indikator foyda bermaydi. Просто 10%, 20% yordam berishi mumkin. Lekin tavsiya berilmaydi hech bir indikatordan foydalanish. Mana qaranglar. Tavba qildim. Birontasi o'xshamayapti borku. Hammasi o'chib ketyapti. Birontasi o'xshamayapti. Shunaqangi tupoy qilib ham yozishadimi indikatorda? Shunaqangi tupoy ham bo'ladimi? Hali turibdi mana bu yerda 80%. Billa, billa. 100 ta signaldan keyin bittasi o'xshadi mana bu. 100 ta signaldan keyin bittasi o'xshadi. Toqqa o'xshagan qotdi mana shu yerda. Jami tek profit 86 ta tek profit. Qayerda urdik? 86 tek profit. Signallar o'chib qolyapti. O'chib qoldi.